Salam, barlıq aziz qarindoshlar. Jamil Mahmud Sulaymandan yo'lchilik salam. Mahmudga sizni ziyorat qilishdan burun bizning programmamiz guruhidagi barliq xizmatdoshlar paralashmoqda. Mahmudga menda eg'ir besiq, salmoq, tamkin. Shuningga tayyorlikni bek yaxshi qilmasak bo'lmaydi deb bo'lib menga ham esimni bek tushadi. Endi mushu riyosatchilikda sen cho'qqum o'zingning eng qaltis karomating bo'yicha ilib bormasang, Mahmudkam odatda sendek jiq gap qilmaydi. Masalan, 10 jumlaning o'rniga bir jumla bilan ham javob berdi deb. Bugun yana shu uslubni davomliq, yordamliq yoki xarakterda sal o'zgarish paydo qilamdi aka. İxtiyar. Mana bir so'z bilan men yaxshi javob berman demoqchi aka. Hamda javob bera olishimcha. Mana men hozir mush program boshlanib toki hozir qadar 10-20 jumla so'zlab olgan bo'lishim mumkin. Mahmudkam intayin ixcham, oz, soz, lekin shunchalik meg'izliq javob bera oladiki, bu sizning bir alohidligingiz desak bo'ldi aka. Mana mijozimda. Ha, to'g'ri mijoz. Endi boshqalar nimishga jiq gap qilmaysiz deb so'ramdi. So'raydiganlar sizdan chiqara. Bo'lib meni tushunmaydiganlar bek so'rab ketadi. Nimishga gap qilmaysiz deb. Endi men gap qilay desam, yo so'msam da karimcha javldab desam salg'amga deb. Bu xarakter endi cho'qqiman boshqalarning yaxshi ko'rish bo'yicha endi mijozimizni o'zgartsak misol qamlashmay qoldi aka. Balki qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi deb amal yo'q. To'g'ri. Aka, unda bo'lsa rahmat. Mushu mijozingiz ijodiyatingizga, kasbingizga alohida foydasi bo'lamdi. Mijoz xarakteri bilan ijodiyatni yoki naqshi o'rlash jumladan san'atniki munosabati cho'nqur. Sevgi bilan munosabat. To'g'ri. Anlıqçılığım obdan bilirdi. Benim köpüncü nakşılarım eğilir. Mijazimga o'xshash. O'zini tutib olgan bir xil salmoq. Eg'iroq. Eg'ir deymiz. Eg'ir deymiz. Mana. Javob shunga tutib olgan. Boshqa cho'lponlarimizni ziyorat qilgan vaqtda bir savolga noit uzun javob berdi. Ondan keyin men shu javobning jarayonida keyingi savolimni mundaq o'tirib qo'ysam bo'ldi ekan deb o'ylaydi ekanman. Mana bu mening mahoratimni sinaydigan bir yaxshi fursat bo'ldi Mahmudga. Shunday. Mana tugdimi endi? Nima deyman endi? Siz chiroyli savol so'radingiz, men nihoyat ilgili bilan javob berdim. Yana nima bo'ldi da? Endi usul o'ynab turaysiz. Lekin biz yana shu mijozingizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz o'zimiz bo'lib yashag'inimiz yaxshi, Mahmudka. Durust. Mahmudka, sizning nurg'un ijodiyatlaringiz borda. Men ham bunda o'ylayman. Sizning xalq qalbidan bakrak o'rin olgan ijodiyatlaringiz sizning Shanxayni tutirib kelgandan keyin shu ijod qilgan ijodiyatlaringizmi? Yoki bunda o'ylig'im xato bo'lib qoldimi? Masalan, erkak, No'ruzguli qatorliq. Keng kishilar. Ammo insanlarımız böyle bilmeydi. O icadiyetini ben 85. yılında başladım. O vaktim baksalıktım. 4 yaş vaktim gelmemişim. 85 elde jürisi 35 yıl oldu. Bu zamandan başlayıp başka tiyatrodaki ustazlarımızdan lenta arkalık olsun, yüz duranı olsun, radyo arkalık olsun, şu devirdeki yani ünal kılıntısı, hazırkıdek uçur devri yok. Ünal kılıntısını yaş balı kolup düşünüp gitmeydi. Lenta hazırkıda disk emez, yoki yo'lpan emas. Loyingday deydi kan uni ya. Loyingday. Şu devirde bir 20-30 nakit tayyorlab 89 yılı Dünya Ulusun Neşriyatı tertiminden Salam Dostlar namlı lentini çıkardık. Bu lenta şu devirde 500 man tutuldu. 500 man tutuldu. Keyin 93 yılı mening yulduzum o lentini işledim. Asas şu icadiyat. 500 man, 800 man degan bekchiq gapchimoq. Vaqt oldu kişilerinin aytemde kızıktı.
Yeniden 8 somni yoki 6 somni chiqarib nabiyani ko'chirib olay demay olibdi xudoydi Rosa. amraqdi Shu vaqtdagi shu xalqning yaxshi ko'rish darajasida sizning kasbiy hayotingizmi bir nuqtaga badi desak bo'ldi. Nemishqa yana shu vaqtda o'qishni tanlab qoldingiz? Xili cho'lpon bo'lib qolgan-ku. birisi bizniki bo'lib mening shaxsiy ko'zqarashim mening cho'lpon bo'lish maqsadim yo'q man ayniroq cho'lpon bo'lib bo'lgan men 89 yil men chiqqanda shu davrdagi mening tanqidlarim orasida eng burun men chiqqan lekin ijodiy bo'ldi chunki men chigimdan tortib san'atni cho'lpon boshqa gap bu san'atkor boshqa gap buna deyishimlik sebep nurgun anlıqçılarımız yoki ko'rarmanlarimiz shuni tushunmaydi. Men bir yil ichida sizni cho'lpon qila olaman. Bu ta'sir emas. Lentangizni chiqaraman, iloningizni ishlayman, sizga rasmiy solaman. Bu to'g'ri ish emas. Ammo sizning tegingizdan yo'q. Yeringizni yo'q. Sizdeki yoki naqsh qobiliyat olsun yoki hokazo boshqa. Asab shil ko'rib turaylik. To'g'ri. Shunday ekan nima ish qilasiz? Ma'nosini chiqib ras o'qib baqqan maqsadida desa, bu vaqtda qiyin. Bunda cho'lpon bo'lganlar azimatda. Ular tirishayotganlar bor. Ammo men cho'lpon bo'lgan deb bunda maqsadi bo'lgan. O o'zidan erkinlikka, bu bildim deyman. Tanlashi shu. Bu tanlashi. Ammo mening ko'z qarashim san'atkor bo'lmak undan oson emas. San'atkor bo'lish uchun tajriba bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak, san'at nazariyasi bo'lish kerak, san'at tarixini tushunish kerak. Bütün dunyodagi san'atlar nega bordi, nima ish qilyapti, buni bilish kerak. O nurg'un ishlar mujassamlangan vaqtida u qarg'a aylanadi. Unda To'g'ri. Shuning uchun shu ko'z qarashingiz bo'yicha, shu ideyangiz bo'yicha Shanxayda o'qidingiz. Ajoyibmi uzun o'qidingiz. 7 yil degan endi oson gap emas-da, Mahmudka. Bor. Siz baydingiz. Yo'q, men bormisanmi bo'ldi. Ben hacetsizdi. Çünkü o'zimning kasbida shu zamonda men ma'lum darajaga yetib bo'lgan. Ammo men o'zim qanoat qilmadim. Men o'zim qanoat qilmagandan men o'qishim kerak. Nimani o'qidim? Bu simfonik orkestr. Men naqsh ijod qilishni o'qimadim. Yoki musiqa chelishni o'qimadim. Simfonik orkestr. Endi bizda simfonik orkestrni tek kaltak tushunib ketadiganlardan 10% gim bormi? Bas ketmaydi. Men bu yerda danlab, voy bizning xalq degan tushunib ketadigan orkestr deganni alamat desam, qora yuz bo'laman. To'g'ri, men tushunmayman. Biz o'zimizga kamsut bilimlarni to'liq o'rganishimiz kerak. O'rganishimiz kerak, boshqalardan o'rganish kerak, ustozlardan o'rganish kerak, bilmaganni so'rash kerak. Mush tufayli men tirishdim. Tirishib baktım ama tamını çakanmadım. Qana qilaman? O'rganishdi. Men o'zim rozi bo'ldim. To'xtabdi. Men bir yo'lda to'xtab qoldi ekanman bunday qilsa. Men olg'a bosishim uchun zo'r olg'a bosishim o'qish kerak. Qanday o'qish kerak? Rasmiy o'qish. Noldan boshlab o'qish kerak. Ravru o'qish kerak-da. Bunun da ben üzerinden balları bile ders imtihanısını diyoruz. Anadolu Mektep'nin Şanxay Müzik Üniversitesi'nin keskin imtihanısını diyoruz. Ama resmi şu yandan okuvcusu olup andım bazı mektepte. Yoki praktika ama resmi okuvcusu olup özümüzdeki ünlülerde, senlerde, hatta ballarımdaki billi okudum. Hem de aslan emasdi. Bizim işimizde to'g'ib qolganda uzun asan to'xtamaydi. 40 yoshdan oshganda o'qidingiz aka? Yo'q, 36 yosh. 36 yosh. Dal 37 yosh vaqti. Shunda ko'ngillik yana bir o'qib olsam bo'ldi degan maktabda. Men ishlayapti.
müzik sanatına çıkıyor. Hüner işçideki naiti inç köyüne. Bilim işçideki naiti inç köyüne. Bunun da şimdi okusu buludu ama okuyduğu adam başka. Doğru. Şunun çizisi okusu buludu. Okusula bir başka içki alaydıgan mı kesiptirmez. Buna da azırak tefekkür edilir gerek, tığımı talantılış gerek, tırışçanlık. Tırışçanlık. Şu japağı çıdaş neticesinde 7 yıl okuşunu muvaffaqiyat tutturduk da, tutturup qaytib keldik. Qaytib kelgenden keyin, endi ijodiyatlerde sizce özgürüş oldu mu? Sizden kesbi hayatınızda. Özgürüş buluyordu. Ama o anlatılarımız kötü, benim nakşınlarım ne anladı? Benim yazgan muzikalarımı da anladım. Bu muzikalarga endi yıkırak 50-60 çalgıcı ketip kaldı. Az diyemdi. 80 kişi bolsa, ana bu muzikani ro'yobga chiqardi. Masalan, yana bir oddiy misolni aytib beraman. Men bir naqsh o'qigan xalqman. Qara deydi uni bilasizmi? Sizlar o'qib ekanlar. Rahmat bo'ldi. Rahmat. Bu nayet asan bu. O melengdim bu melenge oynay dep geldim. Yaxşı demsen yaman demsen sınay dep geldim. Şimdi Zuhra canımın okuduğunu. Buldu bu. Müstaqil. Hem bek okuyalaydiganlaring olsa mı? Ben okupaksanlar eğer bek okuyatsan men ketip qolaman. Naqshami shunda? To'g'ri, ha. Shunda ağrıydı. Uni asalliqcha men o'qitgancha okuyalaydiganlar asardan ketadi. Bilamsiz, bilsam o'qiyolmaysiz. Farqini bildik. Farqini biz bilamiz. Oltunu zagasi o'qidi degan bir ma'rifat gap. To'g'ri. Xalqlik bek muhim. Xalqmi yo'q? Qashqarda bir chaqmoqjon degan akamiz oldiga o'zi balan anju, balan shaptul, balan o'rik tutilgan. Bir so'vetli tutdi kunda. Unda o'shiq sapmaydi. Aka qo'jom kep qapla. Sizlarga tayyorlagan buni akak. Mana material. Akak. Erkek çıktı. Bir narsa ijod qilishning ma'lum sababi bo'lish kerak. Tog'liq bir narsa ta'sir qilganda, anikin siz naqsh yozsak avval tegishni ko'ramiz. Tegish nima deydi? Bir hafta ko'rish kerak. Agar bak ilhomimizni tutib ketgan vaqtida o'xshamaydi. Ba'zi bir 2 soat chiqtirgan naqshlar bor. Ba'zi 2 yildami chiqmayotgan naqshlar. Yazgan naqshimizning hammasi muvaffaqiyat qozonib ketishini. Bo'ldi, onun ichida birisi chiqsa. To'g'ri, biz bu 100 ton program riyosatchilik qilsak, shu birashkisi yaxshi chiqdi ekan. Shuning o'xshash aka. Materialda mijin deb turolama. Ha. Tatılmanglar. Tatılmanglar ha. Qanday material? Buruq ba material demay, yo'q bizning aytdim bizni. Bizda lavozda sanglam bo'ldi. Ha. La la la, mama. La 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 la